Savol. Assalomu alaykum ustoz. Millatimizda do'ppi bayrami deb bayram bormi? Yaqib yurayotgan do'ppi bayramlarini tabriklashni qanday tushunamiz? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Do'ppi bayrami deb millatimiz umum tabriklaydigan bir bayram yo'q. Hozir ba'zilarning tabriklayotgani ma'lum to'pning yaxshi niyatda paydo qilib bekitib olgan xotir kunidan halqib ketmaydi. Buni diniy nuqtadan chetib olish ham buningga jiddiy qarab olish behuda ish. Bayram deyilsa, diniy nuqtadan albatta bid'at bo'ladi. Milliy nuqtadan deyilsa, do'ppi kiyish milliy an'ana, bayram emas. Har an'anani tirildirish uchun bayram ijod qilingan tursa, bayram paxalligi bo'ladi. Milliy bayram siyosiy yoki hissiy arzu bilan ijod qilingan bo'ladigan narsa emas. To'g'risi, unutilayotgan tarixiy va milliy an'analarni mashruiyati bor bo'lgan haqiqiy bayramlarimizda umumlashtirish, kishilik turmushga tatbiqlab odatlanishga tashviq qilishdir. Ammo xotir kun deyish bo'lsa, bu ashu ma'lum to'pning bekitib olishi bo'lib, umum millatlar birlikka kelgan ish emas. Shunga buni milliy xotir kuni deb bekitib olishmi shu to'pqa vakillik qiladigan bir ishni ko'rsatadi. Do'ppini xotir kundili aslaydigan tarixga aylantirib o'tmay, kundalik turmushda kiyib yurish milliy an'anaga varislik qilishdir. Demak, milliy jihatdan aytgandimi, do'ppini xotirlash an'ana emas, kiyish an'ana. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh.